Assalomu alaykum. Davom etamiz. Bugun sizlar bilan ta'sischilar ustavi umumiy 1Sga qanaqa kirgizishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun biz mana 1Sga kirdik. 1Sga kirganimizdan keyin birinchi qilgan ishimiz uchredитель va'da bergan pulni kirgizish. Telegramda sizlarga gruppada anaqa tashlab berganman. Qaror, buyruqlar bular mana boshqa firmaniki, Asl Immunim, ya'ni boshqa umuman firma. Sizlar mana shu sariqda belgilangan joylarni aynan elitga yoki qo'linglarga berilgan firmaga to'g'irlab, moslab, ya'ni firmani otini, direktorlarini, qarorlarni ichidagi mana qayerda sariqda belgilangan bo'lsa, hammasini to'g'irlab, oldin mana shu dokumentatsiyasini ko'rib chiqishinglar kerak. Bu bilan ikkinchisi ustav ya'ni bu korxonani ustavi, bu darsda gaplashganimiz. Buni mana ichlarini to'ldirasizlar. Bu xususiy korxonami, bu mahsuloti cheklangan jamiyatmi, qachondan firma ochilyapti, umumiy mana korxonani nomi, korxonani mulkdori, ya'ni kim egasida. Mana hammasini mana shunaqa to'ldirib chiqasizlar. Bu yagona darajadan o'tkazilgandan keyin, sizlarni qo'linglarga kelgandan keyin sizlar aytisizki, birinchi ustavda ko'rsatilgan summani, ya'ni mana bitta ustav, jami korxonaning ustavi degan joyda ustavi summasi, va'da bergan summani 1Sga kirgizib qo'yishimiz kerak. 1Sga o'tamiz. Buning uchun va'da berganini ko'rsatishimiz uchun operatsiyaga kiramiz. Operatsiyadan formirovание уставного kapitala degan joyiga kiramiz. Bu yerdan создать qilamiz mana shu yerdan boshlaymiz. O'zi aslida elit firmani ochilishi 23-yil bo'lgan, lekin sizlar undan oldingi nimada учетный politikalarni 24-yili bilan qilganingiz uchun mana bu yerni 24 bilan qilib ketyapman, a to yopmaydi hozir. Shuning uchun 24-yil 1-yanvar bilan ko'rsatib ketaveramiz. Mana добавить deymiz. Kim учредитель mana bo'sh bo'pti. Demak, создать qilamiz. Создать qilib tanlaymiz. Bu физическое лицо. Физическое лицо учредителimiz kim edi? Учредителimiz так, Zohidov edi. Bizda bo'pti. Hozir mana bu yerda yozilgani bor. Xohlasanglar bu yerdan, xohlasanglar qo'lda yozinglar, farqi yo'q. Mana qanaqa sizlarga qulay bo'lsa shunaqa yozamiz. Bo'ldi. Boshqa narsani men bu yerda yozganim yo'q. Shart emas, NFL tam другой shart emas. Mana asosiysini yozdim. Yetarladim. Vznos necha pul edi? Vznosimiz 10 million. Ya'ni ustavni fond 10 million edi. 10 million ko'rsatdik. Valyuta degan joyga sanksiya yozmadik. 46 qoldi. Mana tepada 83, pastda 46. Bo'ldi. Biz birinchi ishimizni qilib bo'ldik sizlar bilan. Отчетga o'tib, mana оборотный saldo ведомость mana bu yerdan mana 24-yil bilan ochsak, 1-yanvardan edi aytgancha. Mana 10 million 46-счетda mana va'da bergani, 83-счетda mana ustav shakllanganini ko'ramiz. 46da debetida turgani, bu bizga учредитель berish kerak, bizga kelish kerak degani, hali kelmadi degani. Xullas, mana shunaqa qilib provodkalarni qilib, endi ikkinchi ishinglar shundan prihod qilib qo'yishimiz kerak. Prihod qilishimiz uchun dальше qayerga yuramiz. Hozir. Так, ikkinchi ishimiz prihodga o'tishimiz uchun skladdan оприходование товаров bor. Оприходование товаровga kiramiz. Создать deymiz. Darsda sizlar bilan biz bittasini qildik. Mana bu yerda aktni men ochib oldim. Так, mana bu aktni gruppada qildik. Ofisniy mebel, kompyuter statsionarniy. Yo'g'unisini bitta aktda qilamiz gruppada. Ikkinchisini uyga beraman deb gaplashgan edim. Mana buni qilgan bo'lsak, demak ikkinchisi mana men buni uyga berdim. Buni kirgizib qo'yishinglar kerak. Uchrediteldan prihod qilib, buni prihodi bu ikkinchi ishinglar qayerdan qilamiz? Demak, boyaga aytganimdek mana sklad, оприходование товаров dedim. Mana men bu joyga kirib oldim. Создать deyman, mana bu yerdan boshlayman sanalarim to'g'irlashni. Qaysi sanada berilgan? 1-fevral 25-yil ekan. Demak, o'tamiz. 1-fevral 25-yil deymiz. Так, sklad, основной sklad deymiz. Основной sklad yo'q ekan. Kimda yo'q bo'lsa, создать qilinglar. Kimda bor bo'lsa, borini tanlaylar. Основной
основной sklad demek. Так, в принципе, boshqa joyini to'ldirmadim. Xo'p, endi bo'ldi. Mana biz bu yoqni добавить qilamiz. Показать все deymiz. Mana bo'sh bizada materiалы, tovari, popka bor. Agar kimdadir popka ham yo'q bo'lsa, создать группа qilib popka yozib yuborsanglar ham bo'ladi. Biza inventar olyapmiz. Biz uchun bu inventar hisoblanadi. Materiалы popkasiga 2 marta bosib ichiga kiraman deb создать qilaman. Mana shu yerda boshlaymiz to'ldirishni. Tak. Birinchi bizada kompyuter ekan. Demak, kompyuterni olamiz. Kiraman deymiz. O'tamiz. Вставить dedik mana. Enter. Tez qilishga harakat qilamiz. Единица измерения to'ldirilmoqda. To'ldirib olamiz. Bu bizada shtuka. Tak, shtukani o'zi yo'q ekan, 1000 shtuk bor ekan. Ладно, 1000 shtuk oldik. Количество nechta edi? Количествоmiz 3 ta edi, 4,5 milliondan. 3 ta. Tak, 4,5 milliondan. 29-счетni beryapti. Bu bizda 29 emas, bizda 10.80. Demak, mana bu yerda popkamizda to'g'rilab olishimiz kerak. Qaranglar, показатьga kiraman deb qaytib to'g'irlashim uchun 10 tarafini bosib mana изменить qilaman. Materiалы на складе emasda biza tanlaymiz. Tovari popkasini tanlasak, bizga bu 10-счетni berish kerak. Qani tovari? Mana tovari. Topdim. Tovariga kiramiz, записать deymiz, boshqatdan tanlayman. Boshqatdan tanlagandan keyin o'chib qoladi. Обязательно tekshiringlar, boshqatdan to'g'irlab olinglar. Mana endi 10-счетni beryapti, ko'ryapmiz. 10-счет emasda bizga 10.80, ya'ni bu inventar deb qo'yishimiz kerak. Keyingisini kirgizishimiz uchun yana добавить qilamiz, опять показать deymiz, опять materialga kiramiz, создать qilamiz. Tovar popkasiga o'zgartiramiz. Bu popkamizni nima bo'lgani uchun bu yoqqa tak источник tez kopiya olib tez ishlashga harakat qilaman. 4 ta 850. Хорошо. Ставить dedim. Shu 1000 so'm yo'liga создать qilamiz da. Shtuka. 1000 so'm emasda shtuka qilib mana tanlaganinglar to'g'riroq bo'ladi. Obraz qildik. Записать dedik. Ну-ка, chiqaylikchi. Mana shtuka tushdi. 1000 shtuka bu boshqa narsa. Shtukani o'zi bo'lishi kerak. Mana shtuka dedim. Записать dedim. Tanladim. Tak, 4 dedi. 850 mingdan. Tak, shutini to'g'irlayman. 10.80 bo'ldi. Keyingisiga o'taman. Keyingisi nima edi? Kompyuter в комплекте bitta 6,5 millionmi? Da 6,5 million kompyuter в комплекте kopiya oldim, o'tdim. İchiga kiraman, показать deyman. Tak, biza mana shu yerda yana bitta narsa, ну ладно. Просто mana bitta popkasini almashtirishga to'g'ri kelyapti. Tovari popkasiga yozsanglar bo'ladi, в принципе, но bu material tarkibiga kiradi. Bunda настройкасini o'rgangan. Tak, kopировать deymiz, tanlaymiz. Hop, bitta 6,5 million. Okey, bitta 6,5 million. 10.80 to'g'irlaymiz. Bo'ldi, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi nima ekan? Kompyuter. Aynan shunaqa qilib to'ldirishga harakat qilinglar, chunki sizlar bularni ну, в принципе, buni sizlar sotmaysizlar, sotasizlar. Ну, baribir aynan shunaqa qilib kirgizishga harakat qilinglar. Tak, shtuka dedik. Tanladik. Hop, nechta edi? Bitta edi 5,5 million. Okey. Bitta 5,5 million. Tak, shutini to'g'irlaymiz, keyingisiga o'tamiz. Так, сейчас процесс. Ой. Kopiya oldim. Mana bu yerdan plus bosib yuborsanglar ham bo'ladi, agar bilsanglar, что bu уже aniq sizlarda yo'qligini bilsanglar. Просто показать deb kirganinglarda
bor yo'qligini bilishinglar uchun показать kiringlar deb aytyapman. Tak misol uchun men aniq bilaman, hali men buni kirgizmaganman. Shuning uchun plus qilib bosib ketsam bo'ladi. 3 milliondan. Tak, keyingisi kompyuter опять же. Kopya oldik, optik. Mana men buni bosaman, mana plusni bosaman, bilaman bu narsa aniq menda kirmagan. Shuning uchun sразу plus bosib qo'shib ketyapman. Tezroq ishlashim uchun. Ya'ni operativniy bo'lishimiz kerak biz ishimizda. Bitta 4 million 200 dan. Okey. Bitta 4 million 200 dan. Shotini to'g'rilaymiz. Tak, keyingisiga o'tamiz. Tak, kopya oldim. Bu ham ikkita 4 million 600. Tak, kirdim. Plusni bosdim. Ставить qildim. Записать dedim. Tak, ikkita 4 million 600 dan edi. Tak, to'g'ri oldimmi? Tak, keyingisi. Mana blok Koreya yetdi, Canonga yetib kelamiz. Tak, Canon. Canon bitta 2 million 300, okey. Kiramiz. Добавить deymiz. Ставить, записать. Так, bitta edi. Ikkitami? Adashdim. Так, bitta 2 million 300, okey. Bitta 2 million 300. Shotini to'g'rilaymiz. Dальше ketdik. Operativniy ishlashga harakat qilinglar. Tez qilsak, o'zimizga ham yaxshi. Tak, ставить. Balkim tezroq qilgansiz videoda deb aytishadi menga bir xil paytda. Shunaqa paytda agarcha ulgurmayotgan bo'lsanglar, pauza bosib qo'yinglar. Ikkita 5 million 350 ming. Okey. Ikkita 5 million 350 ming. Tak, 1080 deymiz. Keyingisi bitta printer lazerni 1 million 800. Okey. O'tamiz. Deymiz. Qarang, popkaga kirmabdi. Ko'rdingizmi? Mana bu kirmabdi. Hozir men keyingi qo'shganlar. Ularni tak sozdaymiz. Hozir masalan popkaga yig'ib berishni ham ko'rsataman. Tak. Bitta puldan edi. 1 million 800 dan edi. 1 million 800. Hop, 1080 dedik. Bo'ldi. Mana bizda itogovoy 60 million 100 yig'ildi. Ya'ni Mametda mana 60 million 100. Bizda itogovoy ham 60 million 100 bo'ldi. Bo'ldi. Endi qaranglar, Mametda hozir men prям plus qo'yib ketganim Mametda ko'chada qolibdi. Ya'ni popkaga kirmabdi. Mana bu joyini aytyapman. Buni popkaga kirgizishimiz shunchaki bundoq перенос qilsak, mana bundoq olib, mishkani ushlab turib, pop materialga tashlab olamiz. Mana mishkani ushlab turib, material popkasiga tashlab olamiz. Ya'ni ko'chirib qo'yaman, tozalab qo'ydim. Ko'rdingmi? Bo'ldi. Mana bu akkuratniy bo'ladi. Endi Mametda ochganimizni hozir o'chirib tashlamasak bu yopilmaydi. Tak, bo'ldi. Bu akoshkasi bo'ldi. Endi ikkinchi akoshkasiga o'tamiz. Счет доходовga o'tamiz. Счет доходов bizga buni kim beryapti? Bizga buni учредитель beryapti. Demak, 46 10 qo'yib qo'yamiz. Kontragentga, ya'ni учредитель otini qo'ydik. Bo'ldi. Mana провести dedik. Biz sizlar bilan buni kirgizib bo'ldik. Endi оборотkaga o'tib, qilgan ishimizni har doim tekshiramiz. İçiga kirsak, mana qaranglar, nima holat bo'ldi bizda. Bizda 10 million va'da beruvdi, lekin bergani 60 million 100. Sizlarda ko'proq bo'ladi, chunki sizlarda ikkinchi prihodam bor. 15 millionlik ko'proq bo'ladi. Bizda hozirgi ma'lumot bo'yicha mana uning shotimizda 60 million 100 minglik narsa keldi. Prihod bo'ldi. Qizarib qoldi uchreditelimizni, sababi
va'da berganidan ortiqcha berib yubordi. O'zi 10 million berish kerak edi, u bizga 60 million berdi. Ya'ni bu yerda уже qayta ro'yxatdan o'tkazishimiz kerak, to'g'irlashimiz kerak bo'ldi. Xullas shu o'rtoqlar, videoni ko'rib shoshmasdan tushunib qilishga harakat qilinglar.